Jo'jani oshqozoni ishlamayapti, qonni og'riyapti, badanida isitma bor. Nima qilamiz mana holatda? Sizlar shunaqa bo'lib bir kunda o'lib bo'lyapti ko'pchilik jo'jalari. Shu kasallikni davolab ko'ramiz. Allohning to'g'ri ovqat. Xonadan kelganimcha qo'shnilar achigan ovqat tashlab ketdi, achigan ovqat yeyapti-da. Sirazi ozib ketgan. Jo'jani yedik. Oshqozonlari ishlab, o'zi ketdik. Qon yugurib. Ko'klar oshqozoni ishlamadan bo'yni qiyshib bo'lgan jo'jamiz bo'ladi. Mana jo'ja 4 kunda tuzalib, sog'lom bo'lib, don-duz yeb, basharlar qizardi. Qaysi doridan tuzatdim? Mana shu dorilardan tuzatdim. Videoni oxirigacha ko'ring, qanday berish anqasini tushuntirib o'taman. Qaysi mahal, qaysi paytda. Videomiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib turib, aka-ukalar tarqatib qo'yasizlar videoni sigirlarga. Jigar, mana shu dorimiz 1,5 gram tortib turib, 4 gram suv tortib, jo'jaga ichkizdirdim. 2 gramdan 2 mahal. Veterinarda bor. Jigarki mana buni makrolangan intamosan aralashmamiz bor. Mana shuni ham nargi dorini ichkizdirgandan keyin arasini yarim soatdan keyin qilib ichkizdirdim. Buni og'ziga kaplatmadim. Buni makkadek qilib turib, xuddi mana shu o'zini bo'sh idishiga solib turib, suv quyib qo'ydimda, 10 minutda tingandan keyin shu 10 gramni ichkizdirdim. Mana 10 gram emas, bu 5 gram chiqadi bu. Mana shu 5 gramni ichkizdirdim. Faqat bundan keyin arasida shu yarim soat, 1 soatdan keyin bu ham 2 mahal aka-ukalar.